Mana bugungi ishimiz Nexia avtomashinasi zang ko'targan. Eshiklari zanglab, o'zi ham bardak holatga kelgan. Yo'q. Kilit qilinmagan. Ol. Option qo'ying. Mana kraskalarimiz reaksiya bergan. Uni polni yuvib, razvatel bilan erimay kraskasini shu birinchi yaxshi qurimagan reaksiyasini yuvib chiqishimiz kerak. Bo'lmasa kraska sepib bo'lmaydi bunga. Mana bir boshdan qo'l mehnatida yuvib chiqiladi. Tozalab bunga shu arzimagan shu tariqday joy qolsa ham kraskasi shishib chiqadi, yana qaytib qaynab chiqadi. Yana bir boshdan qilishga to'g'ri keladi. Bu mashinamizni yuvib chiqib, tozalab, keyin ustidan gruntovkalarni sepib davom ettirish kerak. Mana kraskani eritib tushiryapti. Hozir yangi kraska sepilsa ham mana shunday erib tushib ketadi kraska. Buni tozalab olmasa ishlab bo'lmaydi. Mana kraskalari erib oqib ketyapti. Bu kraskasi qurimagan buning. Mana Nexia'miz ishlar davom etmoqda. Mana polni shpakilovkalari hamma joyi bo'libdi. Mana bu chiqonlarni musor va dabdala bo'lib ketgan bu chiqonlar. Yangi chiqonlarni quramiz. Tozalab, polni zo'r qilib qumni qoldirmasdan yangiday qilib chiqonlarni quramiz. Mana ichki qismlari ham mana toza bo'lgan ancha zakkoni polliklari. Mana bo'ylarni tashladik. Yana mashinamizni yig'ish jarayoniga yetib keldik. Polni yig'ib
Tayyor qilamiz. Ana yangi Nexia'ga aylanibdi bu. Polka-molkalarni mo'yka qilib kelib, mana kolonkalarni tozalab, mana dastalari kraska bo'ldi. Shu mana oldin taraflarini ham mana yig'dik buni. Mana legenda. İşimiz davom etmoqda. Mana Nexia'mizda ish jarayonlari davom etmoqda. Mana buni reaksiya bergan Nexia'miz bu. Mana kraskalari ham yaxshi chiqdi. Mana orqa purjinlarini almashtirdik. Purjinlari ham singan ekan. Mana bo'ylari ham zakon baland. Baland bo'yli zo'r Nexia bo'ldi. Mana salon qismlarini hozir endi tahlab o'tamiz. Mana salonlari. Mana salonlari ham nima bo'libdi? Mana balonchalar ham yangi bo'ldi.